Ismim Jin. Senikichi? Senga aytishni xohlamayman. Menga aytishing mumkin. Ayta qol endi. Afsuski ayta olmayman. Ammo axir men seni qutqarib qoldim-ku. O'ziyam zo'r bo'ldi-da. Yo'q, hech ham zo'r bo'lgani yo'q. Sen hayotingni xavfga qo'yding. Ritser Kaytni tanimaysanmi? Ilgari bu ismni eshitmagan ekanman. Ammo uni nima qilasan? Menda Ritser turganda. E'tiboring uchun, Ritserlarning qilichi o'tkir bo'ladi. Seniki o'tkir emas. Malikam. Malikam, qayerlarda edingiz? Qayerlarda qolib ketdingiz? Malika dedimi? Men keldim. Jin! Xush kelibsan. Xush kelibman, faqat shumi meni ko'chada tashlab ketganing esingdami? Kechirasan. Nima bo'lganini ayt. Men bir go'zal xonimni qutqarmoqchi edim, lekin u juda qo'pol ekan. Hatto jahl bilan yordamim kerak emasligini aytdi. Xayrli kech. Bu yerda barcha kerakli narsalar bor deb eshitdim. Marhamat, ferma buyumlarimiz aynan sizga qaysi biri kerak? Rahmat, savolimga ham javob bera olasizmi? Ha, chiroyligini farqi yo'q. Qancha qo'pol bo'lsa, shuncha qo'pollashaveradi. Jin? Uni taniysanmi? Ketdik. Ammo Malikam, hatto bular Kayt kimligini bilishmaydi. Hey, sizlar o'zi kimsizlar? Hey, nega bizga qo'pollashyapsiz? Men rasman saroy kimligimizni bildirib qo'yma, otam shunday deganlar. To'g'ri aytasiz, Malikam. Destroning ayg'oqchilarni qayerda bo'lishi mumkin? Ha? Jin, do'konni yopamiz. Xo'p, janob, kechirasiz, do'kon yopiladi. Ha? Axir bu janob Kaytning qilichi-ku, sizning qo'lingizga qanday tushib qoldi? U bu yerda nima qilyapti? Menga ber, bu otamning qilichi. Kayt hech qachon o'z qilichini boshqalarga berib qo'ymagan. Uni qayerdan olding, to'g'risini ayt. Bas, yetar. Omborxonada chang bosib yotgan edi. Hech kim olmagandan keyin o'g'lim Jinga berdim. Qanaqasiga? Do'kon yopildi. Bema'ni gaplaringizni eshitishga vaqtim yo'q. Bolalar, ular bilan gaplashishni taqiqlayman. Hech kim ular bilan gaplashmasin. Ammo nega? Dadajon. Dadajon, Kayt deganlari kim? U Mungard qirolligining ritsari edi. U faqat g'olib bo'lar edi. Bir kuni u to'qnashib ketib olov bo'ldi-da. Keyin sekin asta yo'qolib ketdi. Uni hech kim boshqa ko'rmagan. Anu nega axir? Bilmayman, lekin odamlar uni hech qachon unutishmaydi. Unda men borib topaman uni. Jin, to'xta! Jin! Laura, men sen bilan boraman. Ular shubhali ko'rinsa ham, lekin ularga yordam berishimiz kerak. Balkim o'shanda seni sevimli qilishingni maqsadini ham bilib olarmiz. Nima deysan, a? Uni ilk bor ko'rganimda bu meni xazinam ekanligini bilgandim. Nahotki? Ha, shunday. Markning ishi bo'lsa kerak. To'xta, men ham boraman. Hoy, meni qo'yib yuboringlar. Menga yordam beringlar. Menga chiqarib yuboringlar. Hozir. Uni chiqara olmaysan, qizaloq. Kuching yetmaydi. Yaxshisi taslim bo'l. Tegmang menga. Undan nariroq turing. Sen kimsanki, sen aytganingni qilamiz. Uni qutqarmoqchi bo'lsang, avval men bilan jang qilishing kerak. Anqov. Haqiqiy ritsar ojizalarga yordam beradi. Men esa haqiqiy ritsarman. U yerda nima bo'lyapti?
Dra. Dra, dra, dra. Dra. Bu nima? Maxluqcha. Dra, 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 dra. Men Drakaman. Sizlarchi? Sen maxluqlar tilini tushunasanmi? Dra. Ha. Ha, bu o'sha men qidirib yurgan narsa. Men Jinman. Sening isming nima? Bugundan boshlab sherikmiz. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu Kaytning ajdarhosi. Bu faqat Kaytda bo'lishi kerak. Aniq uning qilichi. Bu mening ajdarho sherigim. Mana endi seni yengamiz. Ana ko'ramiz. Kim yutar ekan? Senga birinchilikni hech qachon bermayman. Jin, agar yengilsang, ular ikkalasini ham tinch qo'yasan. Mayli, agar sen yengilsang, sen meni tinch qo'yasan. Ular ikkalasi bahslashyapti, balkim Jin yutar. Balkim. Dra. На старт, внимание, марш! Ha? Draka, yur. Boshidan shunday bo'lishi aniq edi. Dra. U aytyapti, qilichingni qimirlat. Voy, esimdan chiqib qopti. Draka, olg'a. Draka, olovli sharchalar. Ha, shu medodkaning. Ha? U yutyapti. Nima? Meni laqqa tushirmoqchimi? Mega royat. Dra. Ko'rinishini o'zgartir deyapti. Aha. Ko'rinishingni o'zgartir. Dra. Yes, nima u? O'zib ketyaptimi? Bas yetar. Endi menga qarshi chiqolmaydigan qilib qo'yaman. Bu biyolg'a. Dra. Endi nima qila olasan? Dra. Olovni yutyapti. Dra. Yaxshi. Olovli sharchalar, Draka. Yo'q. Draka va Jin yutdi. Ure! Nima?
Rahmat. Rahmat, kattakon. Arzimaydi. Dira. Sen mensiz yutolmasding deyapti. Sen meni yo'riqlarim bilan qilding. Dira. Sen bilan hamkor bo'lganingga o'zi shukr qil deyapti. Men emas, Draka. Nima? Sen meni yo'riqlarim bilan yutding, ahmoq.